Ana iyi. Oruk jolu yeki geldi. Nima qilganda go'shtni qiling-da bo'ya. Tavaqqa. Tamam, Tavuqni o'shida. tamam. So'lsin, go'sht ko'z. Tamam. Ular lekin nima ko'rmaydi. O'g'rimiz jing'ildidan. Ular unga sabz tutadi, bo'ya. Ha, bu shuncha qo'ydim. Mayda qilishsin, bo'ja bilan. Ha, ular pichoq yo'q-ku. Og'izga to'ladigan. Qo'l bilan maydalaydi. Tamam. Mayda desang mayda. Ha, kubikcha qilib tashlayvering, zakonni qilib. Go'sht ko'p. 8 bo'lakmi, 9 bo'lak go'sht bor. Bitta yutaylik. Bu nima? Go'sht bu dumba. Kimki? Alsuniki. Alsuniki. Ey, bunda o'tib yo'q deb ekan. Böyle bildi. Ya ne? Go'sht pishganmi? Yeb ko'p qolish ahol. Tamam, mana pishgan. Dünkani aynı kurganskidan. Bu go'shtga tuz bermagan pasta tuza. Ha. Go'shtni tuzlash kerak ekanda. Olgan paytimiz tuzlab qo'ysak bo'lar ekan. Yo'q, shu qovurotga vaqt berish kerak edi, tuz tamam. Tabaq soyasiz qo'yishma. Nimaga? Menga suzma. Shoshma. Ha? Menga birinchidan nima qil, bitta tabaq chaqadik. Menga Siroj akagami? siroj yo'q, siroj. Manga men o'zim adillayman. Birinchimi? Yo'q, birinchini so'ng. Birinchidan. Kamroq qo'yamiz. Surxash bilan bo'l. Shuncha qo'shib. Ay, böyle. Sağ sonra ol sağ olsun. O iyiydi bu. Yok öncesine gel. Shu to'ng, seta tomoq orasan. Tuxum yo'qmi? Yo'q, tamam. Kumesdan chiqib sana. Yo'q, tamam. Ekan bittala bo'lib kamchilik bo'ldi. Birini. Bor. Za, oma i siroj akagami. Içeri gönderdi. Hoştu izler diyen oldu. Za, oma i baktılar da. Uçurum bilasını.